Bir necha 10 yillardan beri siz yashab kelayotgan, istiqomat qilayotgan ota-bobongizdan qolgan uy-joy ham o'zboshimchalik bilan egallab olingan deb e'tirof etilishligi mumkin. Videoga like bosing va oxirigacha tomosha qiling, batafsil sodda tilda tushuntirib beraman. 937 soniy qonun qabul qilingan. Ushbu qonunning 2-moddasida qanday holatlarda egallab olish, o'zboshimchalik bilan egallab olish ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Unga asosan siz ma'lum bir joyda bobongizdan qolgan bo'lsa ham, bir necha 10 yillardan beri yashab kelayotgan bo'lsangizda, ushbu yerga, ushbu binoga nisbatan egalik huquqini isbotlovchi ma'lum bir yuridik hujjatingiz mavjud bo'lmasa, demak, ushbu faoliyatingiz, ya'ni ushbu yerdan, uydan, binodan foydalanayotgan faoliyatingiz o'zboshimchalik bilan egallab olish deb e'tirof etilishligi ko'rsatilgan. Agarda sizda ma'lum bir hujjat mavjud, biroq ushbu hujjatni rasmiylashtirish oxiriga yetmagan bo'lsa ham o'zboshimchalik bilan egallab olingan deb e'tirof etiladi. Yoki bir necha yillar oldin sizda ushbu yerga, binoga nisbatan egalik huquqini isbotlovchi hujjatingiz mavjud bo'lgan, biroq keyinchalik yo'qolgan bo'lsa ham ushbu binodan foydalanishingiz yoki yerdan foydalanishingiz o'zboshimchalik bilan egallab olish deb e'tirof etiladi deb qonunchilik hujjati bilan belgilab tasdiqlab qo'yilgan. Ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni hamda yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.